Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Sumayya. Bugun sizlarga mashhur shaxslar haqidagi hikoyalar degan kitobdan G'ani Botur degan qahramonimizni o'qib beraman. Agar G'ani Botur ne bilsanglar inkas qismiga yozib qo'yinglar. G'ani Botur, nafsingni yig'sang jining aman qolur. Qo'mondonchilarning zulm sitamlari chekiga yetib, Jallat Shinsayning odamlari 1937-1944 100 minglagan begunoh oq ko'ngil odamlarni qo'lga ilib, urib qiynadi. Ularning orasidagi omon qolganlar sanoqlar 1942-yillari bo'lsa kerak. G'ani Boturni tutib turmaga tashlabdi. U kamerda yolg'izla yotadigan, chunki qo'mondonchilarni G'ani Boturni alohida xavfli jinoyatchi hisoblab, ana shunday yolg'iz bir kamerga solgan ekan. G'ani Boturni kamerga solgandan keyin toki bir oygacha tuzliq basay, bir oydan suyi bilan boshqa hech narsa bermabdi. 3 vaqt bo'lsa yog' sesib kekirib ketibdi. Tindamay didorlari qolmabdi. Bir tira bir ustixon bo'lib, arvoqqa aylanib qolay debdi. Anda shunday kunlarning birida yo'g'on bir tavaqqa bitirmanta yo'g'on bir cho'ginda ochiq damlangan çay ilib kirib, G'ani Boturga beribdi. Aslida qo'mondonchilarni G'ani Boturni oldi bilan toza ma'dursizlanib, andiq biroqla quvvatli taom berib ko'zidan yo'qotmoqchi bo'lgan ekan. Mantini ko'rib, G'ani Boturning og'zida sirq sular yig'ilib ketibdi. Biroq bu mantilarning biroqla yevatgisi kelib ketibdi. Lekin o'zini tutyapti. Mantining birini yapti. Quyruq mayda etilgan bu sho'rpiloq manta uning og'zida eribla ketibdi. Qo'lini ikkinchi vaqtiga so'zib, o'zini arang tutyapti. Haqiqatan raqiblar o'ylagandek, tuzliq basay bir oydan oshiq vaqtda G'ani Boturni tamoman ojizlashtirib, uchaylarida damay qolmay nipizlab ketgan ekan. Agar bu bir tovoq mantini yemasa, uchaylari yerilib, o'ng'ayla jon berishi mumkin ekan. Bu chog'da qo'mondonchilar uni o'g'ri ochko'zlik qilib, mantini ko'p yeb o'ldi, deb hujjat yozib, uni sharmanda qildi xolos. Lekin G'ani Botur nafsini yig'di. Bir piyola choy ichib, qolgan mantilarni yostiqning ichiga tiqibdi. Birozdan keyin oshpaz kirib, "Uni mantilarni qo'y go'shtida atdim, o'xshabdimi? Xohlasan yana akiray", deb hijiyibdi G'ani Botur. "Mantonbek o'xshabdi, hammasini qoldirmay yevatdim", degan ekan, bexushal bo'lib qaqoqlab kulib ketibdi. Tovoqni ilib ketib, yana mantiga kiribdi. Keyin bu mantilarni yostiqning ichiga tiqibdi. G'ani Botur ana shundoq nafasidan kechib, o'limdan omon qoldi. Raqiblar bo'lsa, buning sirrini bilmay hayronlikqa cho'milibdi.